Assalomu alaykum. Hozir Moskvada 2-3 kundan beri tinmay qor yog'yapti, bilasizlar. Bu qorni qaranglar. Mana shu yerda kecha traktor bilan 3-4 kishilar qo'shnilar tozalagandik. Pastlarni ham lopatkada olib chiqarib, traktor bilan olib tashlagandik narigi betlarga. Bugun bir kechada yana qor shu ahvol. O'tgan yil ko'chalar bunaqa ahvolda qolib ketmasdi. Dvorniklar shu srazi tozalab ketishardi. Bu yil unaqa emas. Tozalaydigan odam yo'qmi bilmayman, yoki tozalashni xohlamaydimi, yo biznikilar hammasi ketib qoldimi? Biznikilar hammasi vatanga ketdimi? Hindlar kelganligi uchun. Bu hindlar Hindistonga qor yog'maganligi uchun qor kurashni bilmaydimi? Qor kurashmayapti, ishlashmayapti, dangasami bular?